Destruktiv diniy oqim vakillari o'z saflarini ko'paytirish uchun odamlarni aldashning turli yo'llarini o'ylab topmoqda. Ular ayniqsa yoshlarni dinga qiziqishi va arab tilini o'rganishga bo'lgan intilishidan ham o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga urinmoqda. Shulardan biri arab tilini o'rgatish kurslarini ochish. Hozirgi vaqtda diniy savodxonlikni oshirish, arab tilini o'rganish, Qur'onni asl nusxadan o'qish kabi maqsadlar jamiyatda keng tarqalgan. Bu tabiiy va tushunarli holat. Ammo mazkur kurslarning nomi boshqa-yu, mazmuni boshqa. Masalaning xavfli jihati ularning darhol o'z niyatlarini ochiq ko'rsatmasligida. Avvaliga odamlarga oddiy so'zlar, diniy atamalar o'rgatilib, ishonchga kirish usullari qo'llaniladi. Vaqt o'tishi bilan asosiy dars mazmuni o'zgarib, muayyan bir ideologiyani singdirish harakati boshlanadi. Ular an'anaviy diniy qarashlarni inkor etib, jamiyatda ajralib yashashga, boshqalarga shubha bilan qarashga, hatto faqat o'zlarinigina to'g'ri haq yo'ldamiz deb ko'rsatishga urinadilar. Arab tili ilm, fan, madaniyat va sivilizatsiyaning bolmiyonsi. Uni o'rganishning hech qanday aybi yo'q. Ammo har qanday bilimning qayerdan va kimdan olinayotgani muhim. Shuning uchun fuqarolar kurs yoki diniy dars tanlayotganda ustozning bilimiga, rasmiy maqomiga, o'quv dasturiga va u qanday muhitga chaqirishiga e'tibor qaratishi lozim. Chunki til o'rgatamiz degan bahona bilan jamiyatga yot g'oyalarni tarqatish yakka shaxsgagina emas, balki butun jamiyat barqarorligiga xavf tug'diradigan salbiy holatdir.